Al-Jabbor, tuzatguvchi zot. Umidingiz so'nsa, sizga undan-da go'zalroq umid beradi. Yodingizdan bir xotira o'tsa, sizga undan-da go'zalroq xotira beradi. Yashash sharoitingizning og'irligi sizni ezib yubordimi? Boshingizdan g'am-qayg'ular arimay qoldimi? Qiyinchiliklardan boshingiz chiqmay qoldimi? Faqirlik yuz tuzilishingizni o'zgartirdimi? Tabiiy ofatlar dalalaringizni quritdimi? Yetimlik sizni ozitib-to'zitib yubordimi? Kamsituvchi qarashlardan bezor bo'lib ketdingizmi? Bezovta ruhingiz, shikasta qalbingiz, horg'in nafaslaringiz bezovtalik, shikastalik va horg'inlikni tuzatadigan birovga muhtoj bo'ldimi? Unday bo'lsa, nega Alloh taoloning Jabbor ismi bilan yaqindan tanishmaysiz? Uning ma'nolari soyasida siniqliklaringizni tuzatish, jarohatlaringizni bog'lash va og'riqlaringizni qoldirishga intilmaysiz. Dilingiz og'ridimi? Qanday og'ridi? Jabbor ismining ma'nolaridan biri bandalarining qalbi va jismlarini tuzatguvchi zot degani. Allohning panohida yashash bizga sog'lik va baxt-saodat malhamlarini, og'riqlarni qoldirguvchi va g'am-anduhlarni aritguvchi dorilarni ato qiladi. U zot azaldan bu dunyoda bandalarining jism, qalb va hayotlarida turli yara va jarohatlar hosil bo'lishi, bu jarohatlar ularning peshonalarida ajin va ruhlarida jarohat qoldirishini bilgani uchun o'z rahmati bilan yaralarni tuzatishni o'z zimmasiga olgan va o'zini Jabbor, tuzatguvchi deb nomlagan. Toki banda Robbisining bunday nomi borligini bilib, yaralarini tuzatishga faqat u zotgina qodirligini anglab, unga yordam so'rab murojaat qilsin. Bu hayotda jarohatning turi ko'p. Biror falokatda suyaklar sinishi, qaysidir bir xiyonatdan ko'ngil shishasiga dars tushishi, qashshoqlikdan inson ruhining cho'kishi, kasallikdan kuch-quvvatining yemirilishi, muammolar orzu-umidlarini so'ndirishi, qo'rquv uning tabiatini buzishi, nafrat tuyg'ularini asir etishi, og'ir shart-sharoitlar boshini bukib qo'yishi va hokazo. Shuncha yara va jarohatlar muqobilida samodan shu qadar ko'p shifo va dardlar yog'ilib turadi. Qancha yetimlar bor, o'rtoqlarining kibrli boqishlaridan ko'ngli o'ksigan. Agar Jabbor zotning tuzatishi bo'lmaganida edi, bu o'ksik uning yuragida abadul abad yara bo'lib qolib ketar edi. Zo'ravonlarning qo'lida ko'p ozor chekkan kuchsizlar bor. Jabbor zot bo'lmaganida edi, butun umr boshlari egik holda qolib ketar edi. Bir boyning minnatli gapidan boshi ham bo'lgan faqirlar bor. Jabbor zot bo'lmaganida bu minnatli so'z butun umr uning peshonasida tamg'a bo'lib qolar edi. Siniqni tuzatadi, kuchsizga yordam beradi, xorning qadrini ko'taradi, qoloqni peshqadam qiladi va rahmati bilan ko'ngil jarohatlariga malham bo'ladi. Oramizda otasi rahmsiz va beshafqat bo'lgan, shunga qaramay juda muloyim va rahimli bo'lib ulg'aygan insonlar yo'qmi? Yoshligida tengdoshlariga tinimsiz masxara bo'lgan, shunga qaramay katta bo'lganida ulkan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan qobiliyatli inson bo'lib yetishgan kishilar kammi? Kamqonlik, sil va yurak yetishmovchiligi kabi dardlarga chalinib, so'ngra sog'lom va polvon inson bo'lib ulg'ayganlar ozmi? Ularning ana o'sha eski tugunlari qani? O'sha kasalliklarning asorati qayda qoldi? Hammasi tuzaldi. Butunlay malham topdi. Jabbor tuzatguvchi zotning taqdiri bilan barchasi yo'q bo'ldi. Meni tuzatgin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 sajda orasida Allohim meni mag'firat qil, menga rahm qil, menga ofiyat ber, meni rizqlantir va mening siniqlarimni tuzatgin deyishni bizga ta'lim berganlar. Mening siniqlarimni tuzatgin go'yoki biz bir kunda juda ko'p marta sinib parchalanamiz va Allohning tuzatishiga muhtoj bo'lamiz. Bundan chamasi 18 yil muqaddam singlimning yolg'iz qizi o'z qo'lida jon berdi. Bo'g'iq ovozi bilan bir chinqirdi-yu, ovozi o'chdi. Qo'shni xonadan ovozini eshitib yugurib kirdim. Ona yuragidagi dard, alam uning ko'zlari va oh urishlaridan ko'rinib turar edi. Men unga hadisda kelgan Allohim
mening bu musibatimga o'zing ajr ber va undan yaxshirog'ini menga alishtirib ber degan duoni o'qishni tavsiya qildim. Singlimning titroq tovush bilan o'qigan duosi bandalarining qalb yaralarini tuzatguvchi jabbor zot huzurida ijobat bo'lib, unga bir qizining o'rniga bir nechta qiz va o'g'il farzandlar ato qildi. Alloh taolo bu farzandlarni ota-onalariga mehribon qilsin. Musibatdan yuragingiz kuysa, og'ir judolikka uchrab, o'zingizni qo'yarga joy topa olmayotgan bo'lsangiz, jabbor zotga iltijo qiling, yo Alloh deya nido qiling. Tilimning tugunini yechgin. O'tgan yili institutda bir talabani uchratib qoldim. Uning gapirganda tili tutilib qoladigan kasali bo'lib, bir so'zni bir necha marta qaytarmasdan ayta olmas edi. Yigitning qo'lidan tutib nasihat qilgan bo'ldim. Har sajda qilganingizda tilim tugunini yechgin, so'zimni anglasinlar deya duo qiling. Bu yil tasodifan yana uni ko'rib qoldim. U juda ravon va tiniq so'zlashar edi. Qanday qilib shifo topgani haqida undan so'rasam, mamnun qiyofada tilim tugunini yechgin duosi sharofatidan deya javob qaytardi. Jabbor zot tugunini yechib yuborgan edi. Jabbor zot har qanday g'am tashvishni aritib, bedavo dardlarga shifo berishi va barcha balo, kulfatlarga chek qo'yishga qodir. Boshiga ketma-ket qiyinchiliklar kelavergan inson bu sitamlarning adog'i bormikan deb tushkunlikka tushib qoladi. Ammo bir necha oydan so'ng butun g'am tashvish va dardlari unut bo'ladi. Alloh taolo ularni ketkizibgina qolmay, yuraklarida qolgan zaxm va chandiqlarini ham bitirib tuzatib yuboradi. U zot ko'z yoshlarini tindirib, qalblarga orom, dardlarga davo, ruhlarga yengillik, jarohatlarga malham ato qiladi. G'am tashvishlar qaddingizni dol qilsa, balo kulfatlardan boshingiz chiqmay qolsa, yig'i-sig'i qilib o'tirmay jaynamozni yozib, astoydil 2 rakat namoz o'qib, jabbor zotdan so'rasangiz, Allohning izni bilan barcha g'am qayg'ularingizdan bir lahzada xalos bo'lasiz. Sizni tabassumli holda sevadi. Shom namozidan so'ng chorasiz holda istig'for aytib o'tirdi. Yonida ozginagina puli qolgan, aksiga olib shu kunlarda ro'zg'oridagi ehtiyojlari ham ko'payib ketgan edi. Uzoqdan qaragan odamga ham bu insonning naqadar faqirligi va bu faqirlik uning ruhiyatida qanchalik chuqur asoratlar qoldirgani yaqqol ko'rinib turar edi. Ammo jabbor tuzatguvchi zot unga rahmat nazarini solib, shu kun adog'iga yetib bormay, uning ehtiyojlarini o'zi o'ylamagan tomondan muyassar ayladi. U zot sizning tabassumli holingizni sevadi. Shu sababli sizga go'zal taqdirlarni bitib, labingizga tabassum baxsh etadi va chehrangizdan g'am anduh asoratlarini yuvib yuboradi. Bir shikasta dilni ko'rsangiz, siz uning dardiga davo bo'lishga intiling. Alloh taolo bandalariga ehtiyojlarini berib qo'yar ekan, shu jarayonda o'rtadagi vositachi bo'lib qolishga harakat qiling. Siz to'q ekansiz, qo'shningiz och yotmasin. Siz kulganda bir birodaringiz yig'lamasin. Issiq uyingizda rohatda o'tirganingizda yaqinlaringiz sovuqdan qaqshamasin. Bir do'stim hikoya qiladi. Haram oldida kundalik ehtiyojlar to'ldirilgan arava yetaklab ketayotgan ulug' yoshli bir onaxonni ko'rib qoldim. Uzun yillar va boshidan o'tkazgan turli qiyinchiliklar ajinga aylanib, butun terisini qoplab olgan edi. Negadir xuddi o'z onamni ko'rganday bo'lib ketdim. Beixtiyor ko'zlarimga yosh keldi. Cho'ntagimdagi bor pulimni chiqarib, uning qo'liga tutqazdim. Uning og'ir ahvoli yuragimni ezib tashlagan edi. Bu ishim bilan u ayolga saxovat qildim. Shakur va hamid zot bunga bir mukofot beradi degan fikr xayolimga ham kelmagandi. Bor yo'g'i uning g'arib va bechora surati qalbimda paydo qilgan yarani tuzatmoqchi bo'lgan, lekin bu niyatimga ham erisha olmagan edim. Ammo bu voqeadan bir oy o'tar-o'tmas hayotimda qo'lga kiritgan eng katta mablag'dagi pul bank hisobimga qo'yilganiga guvoh bo'ldim. Siz bechoralarning ko'nglini olasiz u Alloh taolo bu ishingizga mukofot bermay qo'yadimi? Aslo. Axir u shakur va hamid bo'lgan zotdir. O'zingizning ishlaringiz yurishmay turgan bo'lsa ham birovlarga naf yetkazishga harakat qiling. O'zingiz dardmand bo'lsangiz ham o'zgalar dardiga darmon bo'lishga tirishing. Turmush mashaqqatlaridan bo'g'ilib, jonlariga musaffo havo yetkazib beradigan bir tuynuk bo'ling.
chorasizlarga uzatilgan qo'l bo'ling. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kasal yahudiy bolaning ziyoratiga borganlar. Abu Bakr roziyallohu anhu ko'r ayolning uyini supurib, ovqatini pishirib berardilar. Abdulloh ibn Muborak vafot etganida faqirlar o'z eshiklari oldiga tong otmasdan oziq-ovqatlar qo'yib ketilishi to'xtaganini ko'rib, bu ehsonlar kim tomonidan kelib turishini anglab yetganlar. Bir olimning raqibi ko'z yumganida odamlar buni xushxabar bilib aytib kelishibdi. Olim ularning qilmishidan achchiqlanib darhol o'rnidan turib, marhumning xonadoniga yo'l olibdi. Borib bola-chaqasiga ta'ziya bildiribdi va qaytar chog'ida tayinlabdi. Men sizlarga otangiz o'rnida otaman. Qanday ehtiyojlaringiz bo'lsa, hech tortinmay menga murojaat qilinglar. Bu buyuk insonlar muhim vazifa, shikasta dillarga malham bo'lish bilan mashg'ul edilar. Alloh taolo ularni bu buyuk sharafga loyiq ko'rgan edi.